Assalamu alaykum ve rahmetullah berekatuhu kadarlık Facebook'taki dünyanın her qaysı joylarida qarindoshlarım. Hammalarınki mushu vaqti ve bunun keyingi vaqt xayrlik bolsun. Hazır İstanbul'da kech saat 1'den 15 ötepti qadarlık qarindoshlar. Men mushu vaqt munosabati bilan sizlarga burunni tatib birlikda o'rganib kelayotgan Sharq bilan G'arb oralig'ida islom degan merhum Ali İzzet Bigovich'ninki kitabıdan kelgen yerimizden ikinci bab din ve ikinci bab kültür ve medeniyet degan babdı. Şu babninki aldığımız saatte kural ve itikat hayatının iki menbelik refleksi. Ondan başka menbelik refleksi, texniki ma'rifi ve klassik ma'rif degan bilimni o'rgangan to'q. Bugun avam kültürü degan mazmunni birlikda o'rganamiz. Ondan başka yine bir qancha mazmun bor. Avam kültürüden keyin yeza ve shahar. Ondan keyin ishchilar sinfi, eng oxirgisi aşağı gezib qo'ygan din ve inqilab degan bilimken. İnşallah kelar saat insonga qarshi taraqqiyotlar degan bölümünü birlikte öğrenimiz. Kaderli qarindoshlar. Kitap 2013 yılı olayım. 14. yılmiki yapacağım. İstanbul'daki Uygur Tercüme Merkezi tarafından neşir kılınıp diken 2014 yıl 9. ay 1. neşiri. Tercüme kılgıcı Adilcan Er Uygur, muharriri Abdülaziz Akhon diyen qarindoshlarimiz keyin Allah bulardan razı olsun. Avam kültürü. Mulahizlerimizden türküsüde okurmen avam kültürü deyilgan hadisinin mahiyetini asarla düşünmeli alaydı. Bırak bu yerde kültür mü yaki yalğız medeniyetinin bir ifadesi mi bunu anqirish hakikaten mühim. Her kandak kültürünün yaratquchisi kişilik obraz ve hiç kandak okşup olmagan özlükten ibaret boğan insandır. Avam kültürünün objekti avam yaki insanların yığındısıdır. İnsanın ruhi var, avamның bolsa ihtiyaçlarıyla var. Bu sebepten her kültür insanın azizlenişi ve mükemmelleşişi için hizmet kılıdı. Avam kültürü bolsa ihtiyaçlarının kandırılışı için hizmet kılıdı xalas. Kültür özlükni yaqlaydı. Avam kültürü zid yönelişte turup manevi namratlıqqa ittirdi. Dal bu noktada avam kültürü ahlaktan ve hatta kültürden çek-çegrasını tamamen ayrıydı. Avam kültürü ügütüşke şunda qabil ama terbiyeden aciz. O yine manevi kıymet ölçümlerinin tavarı süpütüde hasselep işlep çıkarılışı, taklitleri, köpeytilgen nuskuları, huzurlandırış ve estetik tuygusunun mehrum mahsulatlar ve insanı köngül bölmesi katarlıklar bilen insanı tamamen özlüküden mehrum kılıdı. Hakiki manideki kültürden farklı boğan avam kültürü tak yülünüşlük ve bir xillik buluşdak mahiyetki egi boğallıktan insanın erkinlik dairesini taraytıp etidu. Çünkü erkinlik, takyülünüşlük ve bir xillikka karıştırış digelliktir. Horkheimer degan adamның kitabıdan aptı yazıcı Ali İzzet Bigovich. Avam kültürü bilen milli kültürünün birbiri bilen arılaştırıp etilişi umumyüzlük hatalıklardan bulup, bu milli kültürge kılıngan en çoğun uvallıktır. Avam kültürüden farklanıp durduğun milli kültür aktif, hakiki ve bivasıta buluştak alaylık ilgi bulup, behazur ve kıymetsiz mahsulatları yok. Bular fakat şehir turmuşunun mahsulatları xalas. Milli kültür, kengaş, ictihat, yenilik yaratış ve belgileşki tayinudu. Avam kültür bolsa monopoliyaga tayinudu. Murasimlar, uyunlar, nakşılar yezi halkı yaki kabilenin ortak baylığı hesaplanıdı.
Bir tarafda icra qilguvchilar, yeni bir tarafda tomoshabinlar yoki anglovchilar bo'lishi lozim deydigan shart yo'q. Murasim yoki faoliyat boshlangan hamon har kim ishtirok qiladi. Avam kültürü bo'lsa, buningdan tamoman boshqacha zid narsalarni taqdim qiladi. İnsanlar kültür mahsulotlarining ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilari deb ikki tabiqaga ayriladi. Televiziya programmalarining mazmuniga ta'sir ko'rsatadigan biror ko'rmanni uchratdingizmi? Ommaviy tarqatish vositalari deyilayotgan matbuot, radio va televizorlar qatorliqlar haqiqatan avomni monopol qilish vositalaridan iborat xolos. Bir tarafda programma tayyorlagan ve fakat bir neçə kişinin tərkib tapqan programmacılar ve yeni bir tarafda qancha milyon kişinin tərkib tapqan körürmenler. 1971 yılı elib berilgan bir xalq rayını sınaş neticesi göre adette bir İngiliz haftada 16-18 saatini televizor ekranının aldıda ötküzülüken. Şu narsa aydınlaştı ki televizor her yerde edebiyatni, yani kültür sahasidagi barliq unsurlarni astın üstün qilmoqda. Her 3 Fransuzdan biri faqatla kitap okumaydı ekan. Fransuz cemiyeti asasen barliq vaqtini televizor oldida ötküzmekte. Le Point jurnalidan elinde debdi. Bu ma'lumotdan Nüfusunun köpüncüsünün kültür oyuncuqı bo'lgan televizor programları bilen band bo'layotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. 1976 yılı kitap haftasi munosabati bilan Yaponiyada o'tkazilgan bir yig'inda o'xshash xulosaga kelingan. Yaponiyaliklardan taxminan 30% hech kitap ve hatta gazetni o'qimaydi ekan. Lekin her yapılıq televizor ekranında günde o'ttiruvchi 2,5 saat vaqt o'tkazadigan. San Francisco Üniversitesi'den Profesör Doktor Horikova o'qish bitirishga az qilgan bir turkum o'quvchining saviyasining universitet o'lchamidan ko'p tuban ekanligini ilgari surib mundaq degan. Televizor edebiyat ve tefekkürünün o'rnini elib, ichki faoliyatni azaytib, zihin taraqqiyotiga to'salg'i bo'lmoqda. Televizor her meselelerge tayyor cevap taqdim qiladi. Avam kültürünün asaslık tarqitish vositalari bo'lgan radio, film ve televizor qatorliqlar hakimiyet tarafidan çangılığı ilib olingan davlatlarda mabutlarning o'ttirg'i chiqarilishi ve avamning eng makkarcha usul bilan oldinish qatorliq ishlarda hakimiyetning bu vositalardan unumli foydalanayotganligiga shohid bo'lyapmiz. Hozir xalqni boshqarish uchun zo'rliq zo'mbuliq ishlatishga kerak qolmadi. Chunki hukmron sinib uchur aloqa vositalaridan foydalanib xalqning irodasini suslashtirish, holidan ketgan avomga tayyor narsalarni taqdim qilish orqali ko'zlagan maqsadiga osonlam yetib ola oladi. Etrafta bulup ötken vaka hadiseler hakkında fikir yürgüzüş için lazım bo'lgan bekar vaqt, hizmet, yığın, erzan ve ma'nisiz ko'ngil etishlar uchun sarf qilinmoqda. İnsanlarni haqiqat bilan hech qanday munosabati bo'lmagan afsonalar haqida qoyil qilishning mumkin ekanligini avam psixologiyasi o'rgatmoqda. Amaliyotlar buni isbotlamoqda. Buningga qo'shimcha beribdi izohat. 1945 yılgacha Yaponlarga Mikado'nun Quyosh ilohining o'g'li ekanligi ve Yaponiyaning dunyoning boshqa joylaridan burun yaratilganligiga doir afsonalar o'rgatiladi. Bu afsonani avloddan avlodgacha universitet professorlarimi o'quvchilarga so'zlab beradi. Bugungi kunga kelganda bu tarixda qolib qoldi. Kishiga cho'qinish tusini olgan yangi afsonalarni faqat Rossiya, Xitoy va Chavshandda uchratamiz. Stalin, Mao Zedong, Kim Il-sung qatorliqlar. Hammasining modeli asosan o'xshash. Buningga bir misol berayli. Ulug' dohimiz yo'ldosh Kim Il-sungning aytgan har so'zi qalbimizning cho'nqur qatlamlaridan o'rin olgan. Xuddi ufsizlikdan ingilgan tuproqning sug'urilganiga o'xshash,
Yoldaş Kim Ersin'nin komünizm üçün tayarlagan ölmez planını qat'i niyet bilen əminiləşdirishini davamlaşdırırız. Kim Jong-un'un xalq söygen her nersi yaxşı serlevilik maqalasidan ilindi depti, qadirli qardaşlar. Uçur aloqa vositalari ve televizor psixikasi şundaq inçkilik bilen hesaplangan ki, bu insanın yalğız eğinila emas, toğma talantını mı mechul haletki keltireleydiğen buluşunu közleydi. Yani insan tefekkürünün faallıqını yo'qotish orqali mecburlangan tanlashning özünün iradesi bilen ilip barganligini tushunib yoki odatga aylantirishni maqsad qiladi. Hakim mutlaq cemiyetler her zaman ta'lini televizordan izlashga urinib, bunundan unumli foydalanib kelmoqda. Bundaq ahval ostida televizor erkinlikka tahdid soladigan bir unsurga aylanib qolmoqda. O saqchi, jandarma, türme ve jazo lagerlaridan texmi xatarlik bo'lgan tahdid. Men shundaq faraz qilamanki, agar erkin tafakkur qilish qobiliyati tal-tukus yo'qotilmagan taqdirda kelgusi avlodlar kontrolligini yo'qotgan bu kuchning ta'siriga yo'liqqan bugungi neslning dard alanlarini o'ylaganda cho'qim bedellari tiken bo'lib ketishidi. O'tmishda hukmdorlarning yoki hukumatlarning hokim mutlaqligini tizginlash ehtiyojining qandoq bo'lib bir asosiy qonun tug'ilgan bo'lsa, kunimizdami ma'naviy qulluq qurib chiqish bilan tahdid solgan bu yangi xatarning kuchini azaytish uchunmi o'xshash shaklda yangi asosiy qonunlarga ehtiyoj tug'ilyotdi. Johan Huizinga güdeklik deb ta'riflagan ruhiy holat dal avam kültürünün ro'shan ifodasidir. Huizinga bugungi insonning pishib yetilmagan güdeklarcha, ya'ni balog'atga yetish mezgilining ruhiy saviyasiga mos holda harakat qiladiganligini ilgari surdi va buningga misol sifatida ma'nisiz o'yin tomoshalar, boshqalarni jalb qilishga ehtiyoj his qilish, quruq shuarlarga moyillik, haqiqiy ma'nidagi hazillarning yo'qligi, hech qanday ahamiyati yo'q nashriyatlarning umumlashishi, normallikdan halqagan his tuyg'ular, ya'ni nafrat va sevgi yoki tanqid va yoki maqtash shakllari qatorliqlarni ko'rsatdi. Kültür sanoat jamiyatidagi har turli mashina va texnikini rad qiladi. Texniki kültürünün tunji gunohidir. Bert Jayl. Bu nereden bilsizlar? Sanoat ishning haqiqiy mohiyatini tunji bo'lib tushunib yetganlar shoirlardir. Blak zavutlarni shaytonning ishi deb qaraydi. Normal insonlar har qanday bir maxluqning paydo bo'lish bosqichini tushunish uchun eng az 20 yil sarf qilishi lozim edi. Kenneth Clark Civilization 314. betken qadarli qarindoshlar shaydan tep o'qisanglar bo'ladi ekan. Bu xildagi qarash tabiiy holda mashinaning narsalarni ishlatishdan insonlarni ishlatishga o'tadiganligiga doir tasavvurdan kelgan edi. Bu yerda Tagor, Tolstoy, Heidegger, Nietzsche, Faulkner ve başkalarının bu haqda aytganlarini eslatib o'tayli. Marksizmchi Henry Lefebvre bulardan tamamen farqli o'ylaydi. İnsan erkinligining eng yuqori darajasiga, texnikaning barliq imkoniyatlarini yarata oladigan bir jamiyatda, ya'ni kommunizm jamiyatida yetalaydi. Utopiya misali bo'lgan bir jamiyat ittifoqdoshining mashina va texnikaga erishish orqali qo'lga keladiganligiga ishonadi. Texnika inson orqali moddiy narsalarni monopoliya qilishni tashabbus qiladi. Ma'rif va ushur aloqa vositalari, radio, matbuot, televizor, ushur aloqa vositalari turtkusida jamiyatda bayoshatchilik va bir xillikning, ya'ni o'lchamlashgan umilshiga as qo'shadi. Texnika asosan
merkezden başkurulduğun texnika asasen merkezden başkurulduğun oxşaş türdün yoki oxşaş bir mexanizm yani kollektiv işide teşkilatlangan köp sondagi insonning hamkorlashishini kapolatga ega qiladi. Oxirida texnika keyincha shaxsiyning nima qildiganligi, nima deganligi va nimalarni o'ylaganligini bevosita yoki vositali holda farq qila olganda hokimiyatning xalqni to'liq kontrol qilishiga va'da qila olishi mumkin. Agar texnika ilgari oxir bo'lib bir narsaga tahdid qilsa, tahdidga uchragan narsa erkin inson bo'lib chiqadi. Roli yolg'iz ishlab chiqarish va iste'mol. Boshqacha qilib aytganda ishlab chiqarish va iste'molni taraqqiy qildirish bo'lgan sistemaning nomsiz a'zosi bo'lsa, hargizmo tahdid ostida bo'lmaydi. İkinci mezmun yeza ve şehir. Bugünkü ikinci mezmunumuz. Şairlar çoğun şehirlerini dozaqdan qilch farqi yo'q deyishsa, marksizmchilar yezida yashash sarangliq deyishdi. Şehirning rad qilinishi gerçi g'ayri funksiyalik bir ahvol bo'lsa-mu, yanada insoniy bir inkas xolos. Her bir inson muayyan ma'nodan aytganda shoirdir. Ötmüşteki oxşaş günümüzdümü şehir ve şehir medeniyetiga bo'lgan narazılıklar din, kültür ve san'atdan kelgan. Tunji Hristiyanlar Rim imperiyasini şeytan devlet sifatida ko'ratdi. Bundan başqa dunyoning bir kun oxirlashadiganligiga ve qo'rqinchli so'roqning keladiganligiga ishonadi. Dindarlik shaharning cho'ng'ishib ergishib, ojizlashib mangdi. Mundaq qilib aytganda bu ojizlashish insonga yatlaydigan shaklda ta'sir ko'rsatadigan shaharchilik unsurlarining birikishi bilan birlikda maydonga keladi. Chunki shahar cho'ng'aygan sari ustidagi osmonmi shuncha kichiklaydi. Tabiat, gul va oydinlik shunchalik oz, simont, texnika va tuman bo'lsa shunchalik ko'p. Biz bo'lsak o'zligimizdan ayrilib avomga aylanamiz. Shahar qanchalik cho'ngaysa, jinoyatlarmo shuningga parallel holda ko'paydi. Dindarlik shaharning cho'nligiga zid bir ahvol bo'lsa, jinoyatlar parallel bo'ladi. Bu ikki hodisaning sababi amaliyotda o'xshash. Yezida inson yulduzlar bilan zinnatlangan osmon, gül çiçekler bilen pürkengen dalılar, ekin sular, ösümlük ve hayvanlar hakkında oylanışqa fırsat tapalaydı. Her günü tabiat ve onun işaretleri bilen bir vasıta uçuruşalaydı. Mol folklor, toy murasimleri, qo'shoqlar ve oyun tamaşalarda yezi halkı yalğız tamaşa bulup qalbasdan aynı vaqtda urulğuchi ve iştirak qilg'uchidir. Bularning sayesinde yezi halkı kültür ve estetik turmuşqa erişidi. Şehirlikler bo'lsa buningdan tamamen mahrumdur. Çoğu şehirning odatdagi aholisi güzel ve chin bo'lgan her narsadan asta ayrılıp qalmoqda. Umuman shahar xalqi egiz silingan binalarda yaşaydı. Hasselab ishlab chiqarish sistemasining abjash tovarlari bilan qo'shilib ve kallisi uçur aloqa vositalari tarafidan sunulgan passiv ma'lumotlar bilan to'ldirilgan bo'ladi. Barliq ibtidoiy millatlarda ko'riladigan ritm his tuyg'usidan zamonaviy inson asosan digudek mahrum holda yaşamoqda. Şehirliklerinin san'at ve estetik turmuş üçün texmi ko'p fursatga erishganligini o'ylab bilishi günümüzdeki en çoğun hatalıklardan biri. Şehir ailesinin intayin az bir kısmı behriman bulalaydigan konsert, muzey ve körgezmeler
yezi xalqining her kuni quyoshning petishi yoki bahorda tabiatning uyg'unish manzarasi oldida g'ayri ixtiyoriy beshidan o'tgan eng cho'ng estetik hayojinining o'rnini azroq bo'lsimi basolmaydi, to'ldirolmaydi. Shahar aholisining ko'pinchisi eng kuchli hayojonini futbol va boks musobaqalari topa oladi. Yezi xalqining atrofida har narsa jonliq va chin bo'lsa, ishchilarning atrofida o'lik va mexanikaga ega. Yezi xalqining dindorligi bilan ishchilarning ateistligining izohini har xil turmush shart-sharoitlarida yoki madaniyat saviyasida emas, o'xshamagan ma'naviy havoda va tashqi dunyoni o'xshamagan shaklda ko'rishidan izdishimiz lozim. Din hayotga, san'atga, kulturga tava bo'lgan bo'lsa, ateizm texnika va madaniyatga tava. Bu yerdagi yezi xalqining dindorligi bilan ishchilarning ateistligining izohini har xil turmush va shart-sharoitlarda yoki madaniyat saviyasida emas, o'xshamagan ma'naviy havoda va tashqi dunyoni o'xshamagan shaklda ko'rishini izdishimiz lozim. Va uningda burunqi ma'lumotlar da izohati buning iqtisodiy kafolat munosabati yo'q. Turmushda qanday jihatdan ishchilar yezi xalqidan bekroq ernishishi o'tidi. Chunki bozorlar to'xtamay dengizga o'xshash to'lqinlanib turdi. Markes ishchining bozorlarga cho'qinganligini ko'rsatib bergan edi, debdi qadrli qarindoshlar. İşçilar sınıfı. İşçilar sınıfı ötüştüm burun. Bir otlan çay içi olaydı kadarlı kırımlaşlar. İşçilar sınıfı. Şehirde vücutga kelgan işçilar sınıfı faqatla madaniyatning, ya'ni kültürge azroq bo'lsa-mu, o'rin bergan madaniyatning salbiy ta'siriga eng ko'p uchragan ijtimoiy tabiqidir. Zavod insonning hissiyotini ojizlashtirish bilan birga insonga besim elib keladi. Ma'lum bir jamiyatshunos mundaq deydi: qattiq intizom ostida va ishlab chiqarish jarayoniga qo'shilib ketgan ishchilar zavoddagi odatlarini a'zo tashkilotlarga so'rab kirdi. Ya'ni natijasi mushundoq bo'ladi. Imtiyozlarini kapitalistik jamiyatga o'xshashla sotsialistik jamiyatdami konservativlik rol o'ynaydigan byurokratlarga topshirib berishga her zaman tayyor holatda turdi. Buni Amerikada bir qism ishchilar uyushmasi qora guruh bilan yaqindan munosabati borligini hammaga ayon debdi. Herbert Marcuse taraqqiy qilgan kapitalist sistemida tirnoqchida ya'ni texnika va zavod eng umumlashgan yerlarda ishchilarning inqilobchi kuchga ega bo'lish aloyidligini yo'qotib qo'ydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. İşçilar sınıfı faqat foydalanish uchun lozim bo'ladigan ijtimoiy tabiqining tipik misolidir. İşçilar sınıfı paypilinadi. Zulmga uchraganlar qatorida muomala qilinib, hissdoshlik qilinadi. Hatto isbot sifatida ko'rsatiladi va shuarlarning temasiga aylanadi. Biroq bir ish qilinmoqchi bo'lganda qat'iy uningdan so'ralmaydi. Dunyoda eng zo'r ishchilar qo'shini AQSh va Sovet ittifoqida bo'lsa-mu, biroq bular davlatning siyosiy qurilmasi va berilgan qarorlarga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu ahvol din va san'atdan yiroqlashishdan kelib chiqadi. Ishchilar harakati ishidagi fikr va ideya nomrodligi mundoq chiqilib aytganda nazariya jihatdagi mayiblikmi bu ahvolning eng tipik ifodasi hisoblanadi. Buni kommunist yozuvchilarmi A. Gross, R. Garavdi bu ikki kishi keyin musulmon bo'lgan L. Bastosi Mayli qatorliqlar e'tirof qilishgan edi. Tonilgan marksizmchi Georgiy Lukasis
1965-yılı İtaliyada çıkarılgan Il Contemporaneo jurnalının ziyaretini kabul kılganda bunulan digen. Markes ölgenden keyin Lenin'den başka hiç kim o kapitalist terakkiyatının meselelerine nezriye cihette hisse koşmadı. Sovet İttifakı'daki Stalinizm devre hakkında toxtulup mundaqdaydı. Her xil fikir eklemleri çekilmek uçuraydı, şahsi qarashlar, nazariye ve kanun sübutida ilan kılınatdı. Bu sebepten bir evlat fikir ekimler bütünley çeklengen ve mahiyetinden burmalangan bir devirde yetişip çıktı. Marks işçi tabikası emas, otur tabikası mensup. Marks'ten keyin işçiler sınıfı tesir dairesi güçlük ve özgüçü idiye vücudga çıkarılmadı. Yugoslaviyada işçilerin özünü başkuruş fikri bir müstesnadır. Kapitalist iktisadını her taraftan kuruşup algan iştaşlaş namayişlerinin asasen dügüdek iktisadi mahiyeti var. Bu okuldaki iştaşlaş namayişleri maaşlarının östürülüşü münasebeti kelişimler bilen ahırlaşıdı. İktisadi terakkiyat baskıcı işçiler sınıfının maddi cihetten nomratılışı qarab yüzlenmeydiğanlık sebebiden işçiler sınıfı her cayda sınıfı küreş ornuğa cemiyetteki rakip gruplar bilen tinçlik oruntuş üçün tegişli şartlarga çıkış kılgan halda murassaleshish yolunu tanlab algan idi. İşçiler sınıfının klasik şekli, yani ezilgen proletariyat sınıfı, Marksizm bulanı öz üzünü bir taraf kılgıça mevcut bulup turalaydı dep qaraydı. Yani işçiler sınıfının klasik şekli, yani ezilgen proletariyat sınıfı vaqtlik idi. Cismani emgek peydinpey çoğun tiptik avtomatlaşkan sistemlarının kontrol ve iradesi qarab yüzlengen idi. Şuna pen ve texnikinin terakki kılışı, işlep çıkarış vasıtlarının terakki kıldırılışı, işçiler sınıfının hakimiyetiga bağlıq bolmagan. Del aksice sınıf süpütüdü peydinpey acizleşişiga ve bir taraf kılınışıga sebep bolgan. Bu özgürüş, işlep çıkarışının en asaslı merkezinin ve hatta onun ictimai təsirinin mu asta texniki cihette ixtisaslı xadimlarının qoluğa ötüşüde türtkülük rol oynagan. Neticede idealizm ve inqilabçı romantizminin en ahirki iznaları ve təsirleri mu acizleşip ketken. Əqliyyətçi ve ruhsuz hakimiyet şekli boğan ixtisaslıklarının hakimiyet düzümü güçlük bir medeniyetinin en ahirki ifadesi sübütüde namayem bulup. Din ve inqilab. İnqilab yalğız medeniyet, cemiyet, iktisat ve siyaset qatarlıq sahalarga münasibetlik bir hadis emas. Hakiki inqilab muayyen bir mezgilde dini mahiyetki ega buludu. Hayacan, adalet, gayret, kurbanlık ve ölüm qatarlıq hususlar alaylı gevdirildiğin tüskü kirdi. Yani menfaat ve mevcutluktan tamamen farqlanıp turduğan, ya ki bulardan hali boğan bir ideya ya ki ekim alaylı gevdirildi. Gay cihetten elip eslak inqilab dinge karşı elip verilgan mezgildima insanların iştirak kılış nispeti közü tutulganda insani bir tragediya süpütüde dinning bir xil namayan buluş şeklidir. İnqilabga qatnaşqanlar yoki inqilabning jarayonini yaqindan kuzatish fursatiga ega bo'lganlar bu axloqiy unsurlarning mavjudligi haqida cho'qim o'ylanmay qolmaydi. Bular inqilabga faqat mexanik bir inqilab, hakimiyet mexanizmisining o'zgarishi sifatida muomala qiladi. Bu ahvol Markius tilga ilib o'tganidek, günümüzdeki kapitalist devletlardaki işçilerin inqilab eňidan mahrum buluşu ve inqilab qilish qabiliyetinden bütünley mahrum buluşunu. Yoki del aksice, hitapnamelerge göre dinsiz hesaplanadigan inqilabga nispeten şairlarning, sanatçılarning ve dindar insanlarning hayotinini izohlab berdi.
ichki tarafdan, ya'ni jarayoniga emas, hayotning bir qismi sifatida qaralganida inqilob yolg'iz dinlarla beraladigan bir narsa bilan insonlarni jalb qiladigan tragediya sifatida ko'rinadi. Siyosiy, ya'ni amaliy reallik nuqtasidan bo'lsa, inqilobning intayin tabiiy bo'lgan nishonlari bor. Her qandaq bir xalq ichida normadan yuqori hayajon, bir ittifoqlik, barobarlik va taqdir o'xshashligi his tuyg'usi hukmron bo'lgan hamon dinga mahkam yepishidi. Bu ahvol xatarlik paytlarda yoki xushalliqlarda insonlarning bir-birini qarindosh yoki do'st sifatida ko'rganda o'ttirg'i chiqadigan bir xil qurbonlik ruhidir. Arthur Rubinstein mundaq deydi. Viktoriya davrida, ya'ni ma'murchilik va huquq va boylikqa qarab muomala qiladigan davrida konsertlarga hech kim berib qo'ymaydi. Bir zamonlarda fransuzlar yakshanba kunlari konsertlar qilib boradi. Boshqa kunlarda bo'lsa konsert zallari qurib qoladi. Halbuki Angliyalik tunilgan bir royalchi İkinci Dünya urushi harbisida muzey zallarida tomoshabinlarga haqsiz musiqa chalib beradi. Meksika inqilobi jarayonida poyezdlar portlatilgan, insonlar va bolalar rahimsizlarcha o'ldirilgan zamonlarda men o'xshamagan joylarda 50 dan ortiq konsert berdim. Zallardagi yerlar oldin setilatdi ve biletler altın bilen ilinatdi. Ama şu o'xshash Meksikada tinchlik mezgilida bir necha kishini konsert zalida bir yerga jam qilish tasga to'xtaydi. Dinga meyli yo'q bir jamiyatning inqilob uchun meyli bo'lmaydi. Intayin kuchli inqiloblarga sahna bo'lgan rayonlar hozirmi hayoti kuchga ega diniy hissiyat mavjud bo'lib turayotgan rayonlardir. Qarindoshlik, ittifoqlik, adolat tuyg'usi mohiyatda diniy xarakterga ega. Inqilob dunyo va adolat, dunyoviy jannat barpo qilishga moyildir. Din va inqilob har ikkilisi qattiq jafo mushaqqat va azob uqubat ishida maydonga keladi. Har ikkilisi rohat, farog'at va bayoshat davrlarida yo'q bo'lib ketdi. Haqiqiy davomlashqini faqat bularning vujudga chiqish tirishchanligi xolos. Ya'ni bularning vujudga chiqish tirishchanligi haqiqiy davomlashgan bo'lib hisoblanadi. Ularning vujudga chiqishi ayni vaqtda o'zlarining o'limini keltirib chiqaradi. Dinmo, inqilobmo vujudga chiqqan vaqtida o'zini tushab qo'ydigan muassasa va qurilmalarni yaratadi. Bu rasmiy qurilmalar va muassasalar inqilobiy va diniy ruhdan mahrumdir. Inqilobga qarshi chiqqanlar dinni yoqlasa, o vaqtida rasmiy dinni, ya'ni cherkov, monastir va tabiqa tuzumini mundoq qilib aytganda muassasalashgan va qurilmalashgan dinni yoqlagan bo'ladi. Saxta inqilob qurilma va byurokrat sifatida har yerda ittifoqdoshi bo'lgan qurilma va byurokratik tusini olgan dinda o'z ifodasini topadi. Inqilob yolg'on so'zlashga va o'z-o'ziga xiyonat qilishga boshlagandan keyinla saxta din bilan o'rtaq til vujudga chiqarishga boshlaganlikdan derak beradi. Qadrli qarindoshlar, Ali İzzet Begovichninki qo'limdagi bu Sharq bilan G'arb orasida islom degan kitobdan birlikda bir qancha mazmunni ko'rdik. İnşallah erta Allah vaqtimizni bersa, bereket bersa, insonga qarshi taraqqiyotlar degan mazmun bilan nihilizm degan mazmunni, onun altında teatrning ümidsizligi degan mazmunlarni birlikda o'rganib, inşallah ikinci babni tamamlagan bo'lamiz. Qadrli qarindoshlar, anda bo'lsa bugungi tadbir yaysin darslari 8. dersimiz Sharq bilan G'arb orasida islom, din va inqilob mavzuliq darsimiz mishada tugadi. Keyingi 9. dersimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum
ve rahmetullahi ve berekatuhu.